Qizlar nima uchun dieta ila oxirigacha yetib bormasligini emasligiga tushuntiraman. Birinchi o'rinda ozuqcha hech qachon dieta qilinmaydi. Dieta so'zini o'zi stressga tushirib qo'yadi sizlarni. Balanslangan ovqatlanishda ovqatlanish kerak bo'ladi ozish uchun. Ikkinchidan esa tanadagi yashirin ochlikni ketkazishimiz kerak. Yashirin ochlik qachon paydo bo'ladi? Ayniqsa hozirgi 21-asrda tanada yashirin ochlik juda ham ko'paygan. Sababi biz yeyotgan mahsulotlarimizni vitamin, minerallari juda ham kam. Tabiiy mahsulotlar kamayib ketganligi uchun bizning tanamizga yetarlicha hujayralarimizni to'yintiradigan holatda vitamin bera olmaymiz. Mana o'tirib maza qilib ovqatlanishimiz mumkin, lekin tanamizga yetarli dozani bera olmaymiz o'sha ovqatlarimiz bilan. Bunaqa holatda nima qilishimiz kerak? Albatta, birinchi o'rinda analiz topshiriladi. Analizdan ko'riladi nima muammo, tanadagi qaysi gormonda yoki qaysi bir defitsitda muammo ketyapti, qaysi defitsit, ya'ni qaysi vitamin yetishmovchiligi ketyapti. Uni ko'rib chiqilgandan keyin aynan shu vitamin yetishmovchiligiga moslashtirilgan pitaniya tuziladi. Masalan, sizda ferritin past bo'ladigan bo'lsa, go'shtli, jigarli, o'sha ferritinga boy, qizil loviyali qilib pitaniya tuziladi. Undan keyin qo'shimcha ravishda albatta temir moddasidan ichish shart. Temir vitamindan ichish shart. Chunki faqatgina pitaniyani o'zi bilan ko'tarish juda qiyin masala va juda ko'p vaqt oladi. Bu vaqt oralig'ida o'sha sizni yashirin ochlik yana qiynab, yana yarim yo'lda to'xtab ketishingiz mumkin bo'ladi. Shu sabab yashirin ochlikni bostirish bilan birgalikda pitaniyaga ham alohida e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham mana hozir ovqat yedim, lekin meni yashirin ochlik haligacha qiynayapti deydigan bo'lsangiz, voy ozish uchun nimalar qilib ko'rmadim, menga foyda bermayapti deydigan bo'lsangiz, albatta bu borada men sizga yordam beraman. Direktga yozsangiz, yashirin ochligingiz qayerda ketyapti, qaysi gormonlaringizda yoki qaysi defitsitlaringizda aniqlaymiz va unga mos qilib pitaniya tuzib, qo'shimchasiga vitaminlarni qo'shamiz. Yashirin ochlikdan va ortiqcha vazndan bemalol qutulasiz.